Assalomu alaykum, qadrli musiqa shinavandalari, aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Bizni chiroyli kunlarda bahor kirib kelganida, chiroyli kayfiyatda, bahoriy kayfiyatda tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlar, bizlar sizlar bilan mana shunday chiroyli kunlarda yorug' yuz bilan dido ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Nilfarxon har gal bayramda, har gal shodiyona bo'lsa, Abdulla Orifning satri esimga kelaveradi. Toki yashar ekan dunyoda inson, unga hamroh erur, goh shodlik, goh g'am. Erta ne bo'lishini bilmasman aslo, tinch o'tgan har kuning albatta bayram deydi. Bahorning birinchi kunini qanchalik biz intizorlik bilan kutdik, sog'indik. Bugun mana bahorni ham boshladik. Bahor hammaga muborak bo'lsin. Endi bahorga hamohang bir go'zallik timsoli bo'lgan ayol borki, ana shu ayolni ta'riflash bahorda aynan bugun yarashadi. Albatta, bahor bu yasharish, yangilanish fasli. Albatta, mana shu o'rinda aytib o'tganingizdek, ayollar bunga juda ham zeb berishadi. Bahorning kelishini haqiqatdan intiqib kutamiz, chunki bahorda yaxshiliklar, yangiliklar kutamiz. Haqiqatdan uyg'onish va yaxshi yangiliklarni kutadigan fasl bahor. Va aynan bahorning ilk kunida biz sizlar bilan teleekran orqali diydor ko'rishib turganimizdan qadrli Oynajahon muxlislari juda ham mamnunmiz. Qadrli muxlislar, bahoringiz muborak bo'lsin. Bahorni olqishlash, bahorni bugun ta'riflash asnosida ayol san'atkorlarimiz, ayniqsa Xorazmga xos bo'lgan Nilfarxon Xorazm xalfa san'atkorlarini bugun chaqirib, shu studiyamizda bir chiroyli ohanglardan bahramand bo'lishni ko'nglimizga tugdik. Albatta, bugun nafaqat chiroyli suhbatlar bo'lib o'tadi va go'zal taronalar ham, aynan xalfalarimiz tomonidan ijro etiladigan taronalar ham o'ylaymizki, bizni tomoshabinlarimizga juda ham xush yoqadi. Mana bizning bir ustozimiz bor edilar, marhum mashhur shoira xalfa Rahajon opa Xo'janiyozova. U kishini ham bugun eslab, mana shogirdlari tashrif yurganlar. Umuman xalfa san'ati haqida bugun chiroyli e'tirof qilamiz, yaxshi fikrlar, mulohazalar yo'llaymiz. Albatta, siz aytib o'tganingizdek, Xorazmda xalfachilik san'ati o'ziga xos ijro uslubi, ijro maktabiga ega bo'lgan chiroyli san'at turiga kiradi va aynan ayollarimiz tomonidan ijro etiladigan mana shunday go'zal taronalar umuman olib qaraganda o'sha xalqning ichidagi dardini olib, buni kuyga solib yana xalqqa taqdim etilgani bu albatta yanada insonlarni ruhlantiradi. Qadrli muxlislar, bahoringiz muborak bo'lsin. Nima qilamiz? Ashula tinglaymizmi bir? Albatta, dasturning avvalida chiroyli taronaga navbatni taqdim etsak va aytib o'tganimizdek ko'p va xo'p gapirdik, chiroyli jumlalarni ana endi so'z isboti bilan, shuning uchun keling biz navbatni chiroyli taronaga beramiz. Marhamat. Do'stlarim ayting nechik, bizni o'yinchi qiz nechik. Do'stlarim ayting nechik, bizni nazarin qiz nechik. Bo'lsa hamki bu kichik, bizni o'yinchi qiz nechik. Bo'lsa hamki bu kichik, bizni xiyoli qiz nechik. Vaha bu o'yindan, o'zim shuni o'ynaman. Vaha bu o'yindan, xiyoli qiz o'yinaman. Duvar jambayında, xulqat
Gülümne gülü taki sövgüçe siz ne dermen Boynuma kılıç gelse küskünçe siz ne dermen Boynuma kılıç gelse küskünçe siz ne dermen Köylüğe zemel al almayı siz ne dermen Köylüğe zemel al alma dama siz ne dermen Köngülüze bilmezsen o şok istem gereden Ölgücüm idi var lebleri şekereden Köngülüze bilmezsen o şok istem gereden Ölgücüm idi var lebleri şekereden Gözge görünüp elağul berçe perilerden Gözge görünüp elağul berçe perilerden Köylüğe zemel al almayı liçesiz ne dermen Köylüğe zemel al alma dama siz ne dermen Ağzıma kulak salına sürmeni dadını Köylüğde bu sezevki verin muradını Ağzıma kulak salına sürmeni dadını Köylüğde bu sezevki verin muradını Hemelini terk edip koydu hayatını Hemelini terk edip koydu hayatını Köylüğe zemel al almayı liçesiz ne dermen Köylüğe zemel al alma dama siz ne dermen Şadetin bağında şadik bilen yürüyemiz Kolunu kola berişip kızılı güllere türüyemiz Şadetin bağında şadik bilen yürüyemiz Kolunu kola berişip kızılı güllere türüyemiz Senden ümit kitedi bu tele bağırıp aciz Senden ümit kitedi bu tele bağırıp aciz Köylüğe zemel al almayı liçesiz ne dermen Köylüğe zemel al alma dama siz ne dermen Halkam verdi bir haber Gelmez buldu Leyli'den Halkam verdi bir haber Gelmez buldu Leyli'den Bağrıma uğrar hancer vakma Gelmez buldu Leyli'den Gelmez buldu Leyli'den Bağrıma uğrar hancer vakma Gelmez buldu Leyli'den Gelmez buldu Leyli'den Leyli geledi yol bile Yüzün yelpidi ya gül bile Leyli geledi yol bile Yüzün yelpidi ya gül bile Endi gezermiz kim bilen vakmak Gelmez buldu ya Leyli de Gelmez buldu ya Leyli de Endi gezermiz kim bilen vakmak Gelmez buldu
Nilfarxon jo'shqinlik ato qiladi bu Chiroyli xalfa qo'shiqlar, qo'shiqlar. albatta. Qaysi bir davrada bu ayollarimizni, xalfa san'atkorlarimizni ko'rsak, albatta oldindan o'ylab qo'yamiz. Juda bir ajoyib bir fayz ulashadi bularda. Albatta, O'zi- chunki ovozlaridagi Ha. o'sha sehr, kuydagi sehr albatta insonni o'ziga tortadi aytib o'tganingizdek. Albatta. Endi qo'shiqlarga bog'lanadigan mulohazalarni boshlasak, mana ustoz shogirdlar davrada bularning bugun chiroyli fikrlari tomoshabinlarimizni ham, muxlislarni ham xursand qilsa ajab emas. Qiziqtiradi. Endi Gulbahor opa, yo'nalishda bir ozmi ko'pmi bo'lsa ham bir ijodiy faoliyatingizdan xabardormiz. Bugun mana ojiza onamizni, ana shalfa onalarimizning an'analari nechog'lik bugun shu ijodiyotimizga o'zini mohiyatini, ta'sirini ko'rsatib turibdi. Shular haqida ozgina to'xtalsangiz. Bahorning ilk ayyomi kuni ekan. Bahorda ayol bilan timsol etib, ayol bilan taqqoslaydilar bahorni. O'ylamanki, shu ayollarning orasida xalpachilik san'atining rivojlanishini o'zi bir mo'jiza. Chunki haqiqatdan ham ayolning qalbini, ayolning his tuyg'usini kuylaydigan qo'shiqlar shu xalpalar ijodida bor. Bugungi kunda xalpalarimizni ijodi, xalpalarimizni kuylayotgan qo'shiq mazmunlari juda keng. Bir paytlar yana ajiza xalpalarimiz, ana shu xalpalarimiz ijod etgan bo'lsa, xonim suvchi Saydamat qizi xalpalarimiz bo'lgan, Shukur xalpa bo'lgan. Shu kitoblarda Saparvoy aka Ro'zimboyev shu ijodi haqida to'xtalib o'tganlar. Shu ustozlarimizni kuylagan qo'shiqlarini shu kitoblarda mujassam etganlar. Shu qo'shiqlarni yana bugungi kunda ham kuylab turibdi xalpalarimiz, ijod etib turibdilar. Shularning asosida yana o'zlari rivojlanib, toza yangi qo'shiqlar yaratib turibdilar. Endi Baholi Qudrat men ham shu xalpalar ijodini 30 yil oldu. Ama nazar salib, shu qo'shiqlarni o'rganib, shu qo'shiqlarni kitob etib chiqarib, uslubiy qo'llanma etib chiqarib turibman. Bugungi kunda Rahatay Xo'janiyazova haqidagi uni ijodi, uni yaratgan she'rlari asosida yozilgan kitobimni o'zim chiqarganman. Kemercan tobaney, bir kız güzele. Kemercan tobaney, bir kız güzele. Gadin aşkı züle, canı gördün mü? Gadin aşkı züle, canı gördün mü? Kurban ol şadiyen, şeker sözeriye. Züratlı cenanını gördün mü? Bu kitaplarda Acize Halpanı, Enecan Sabirovanı şiirleri köp bitilgen. Bir de notası ya ki bulmasa nimesi yok, ahengi yok. Bu kitapta aynen şu Rahat apamını özünü icat etken qo'shiqlari esasında yaratılgan şiirleri hem de Notalaştırıldı. Umumtali mekteplerde, müzik mekteplerinde bu kitaptan bemalal kullanıp şu qo'shiqlarni o'rganib turibdilar. Endi Rahat apanı ikkita kitabı, özünü yazgan şiirleri esasında çıkarılgan ikkita kitabı var. Men şu kitabım ham şu şiirler esasında özü aytgan qo'shiqlarini yine şu Atabekcan bilan birga uyuna barıp, birgalikda şu qo'shiqlarni esga tushirib, telefonlarga zapis qilib, undan keyin notalaştırganmiz. Demak, mana shu ikkita kitobda ilhomlanib yozilgan bu uslubiy qo'llanma. Haqiqatda hozir aytib o'tganingizdek, faqatgina she'r bilan cheklanib qolmasdan bu notaga solgandan keyin nafaqat tinglovchiga, o'rganuvchiga, balki o'rgatuvchiga ham juda ham oson bo'ladi va aytib o'tganingizdek, hozir ko'rib bu salmoqli ishingizni albatta umri uzayishini albatta biz tilakdoshimiz, juda ham chiroyli. Xalfachilik san'atining bizga kirib kelib shakllanganiga bir nechta asrlar bo'lib ketgan, to'g'rimi? Undan ham oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin xonlik davri deb aytilib kelingan. Bugungi taraqqiyot zamonida musiqamizning jilosi, jozibasi o'zgacha bo'lib ketdi. Bularda ham bir yangilik seziladimi? Albatta yangilik seziladi. O'sha davrda 20-yillarning boshidagi ijod etgan xalpalar bilan hozirgi xalpalarning arasında ahangida farq bor. Farqi bor. Chunki u davrdagi xalpalarimiz kichkina diapazon deymiz bizlar, kichkina diapazonda kuylayarlar va ichkarida kuylayarlar. Xona ichida. İchkarida kuylayarlar. 1895-yilda aynan Feruzxonning buyrug'i bilan xalpalar shu ichkarida soz bilan nima qo'shiq aytish ruxsat berilgan. Undan oldin ruxsat bo'lmagan. Bo'lmasam hozirgi paytdagi bu ijrolar ijobiy tarafga o'zgarganmi? Yaxshimi? Yaxshi. Hozirgi kunda endi xalfalar rivojlanishi yaxshi, qo'shiqlari rang-barang,
Men xursandman shu xalpa janri shu abadiy bo'lganini xursandman. Ha, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Hali siz bilan fikrlarni dasturimiz davomida bo'lishib boramiz. Nilfarxon yana bir tarona eshitsak, ha? Albatta. Bir jo'shqinlik kiritib bersinlar, keyin yana suhbatni davom qildirsak. Marhamat. Mecnun aytar mana dava gerekmez. Yar zulfünden bilek sevda gerekmez. Leyla gerek, özge berna gerekmez. Bana siz yar gerek, dünya gerekmez. Leyla gerek, özge berna gerekmez. Bana siz yar gerek, dünya gerekmez. Bülbül aytar hayatımdır şu gün şen. Bülbül aytar seyir üstüde seyreymem. Balık aytar tiriklikim su bilen. Su olmasa kuru derya gerekmez. Balık aytar tiriklikim su bilen. Su olmasa kuru derya gerekmez. May aytadır meni kolga olinglar. Nay aytadır sehrim bilgan chalinglar. İşlerden bexabarlar qolinglar. Bana yo'lda bedard oshno gerekmas. İşlerden bexabarlar qolinglar. Bana yo'lda bedard oshno gerekmas. Vafoliga joning bersang umr bor. Dünya ko'rki vafolini qilur yod. Bevafolik qilsa agar parizod. Mana undin ko'zi shahlo gerekmas. Bevafolik qilsa agar parizod. Mana undin ko'zi shahlo gerekmas. Mana undin ko'zi berno gerekmas. İpek kostyumunu giyip geldin mi? Beni isteyenimni bilip geldin mi? İpek kostyumunu giyip geldin mi? Beni isteyenimni bilip geldin mi? Sana buyurganım bir zararlı tahyap. Sözümni sandırmin alıp geldin mi? Beni eleşkenni eldine gelyey. Aşıqlık başına düşken de bilyey.
bilmeydi. Mene bu derdimni işitgen bilyeney, kollarına rumal alıp yığlıydı. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. Aynada duradım saçımla örüp, yüreğim döküldü boyunu görüp. Gece gündüz hicranında yanamam, neçik umşar eken menin siz yaram. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. Saratanda salkın derya kaynıydı, yollarına karab gözüm doymıydı. Günde barin desem elim değmiydi, bar min kaliney desem küllüm koymıydı. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. Göğnekim giyip men kurun baylamin, İhlasım berip men ey sulum oylamin. Bilmezlikten, nadanlıktan uçrap manay, ne buladı yürüyverse düllenmin. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. İki paya bunu bir de bütemen, hayatımda insa yapa gitemem. Eğer beni beğenimde yürseniz ey, her ne varım size inan etemem. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. Meni eleşkenni eldine geliyey, aşıklık başına düşken de biliyey. Nilüferxon xonishlari uchun xalfa opalarimizga, singillariga rahmat aytamiz. Albatta. Endi mulohazalarni yana davom qildirsak, mana dasturimiz debochasida Rohatjon Xo'janiyozova haqida mulohaza yuritgan edik. Opamiz, ustozimiz hayotda intilib, nima qilib shogirdlar tarbiyaladi, lekin farzandlari ham shogird bo'lib tushdi. Mana qizlarimiz orasida juda bir zabardast shogirdimiz bor. Albatta. Otabekjon o'tiribdilar. Hozir fikrni shu o'g'illari davom qildirsalar. Albatta, Otabek aka, avvalo sizni studiyamizda xush ko'rdik. Bugun aynan sizni chiroyli mana shu xalfachilik san'atidagi o'ziga xos ijro uslubi, ijro maktabiga ega bo'lgan ustoz ijodkorimiz haqidagi keng mulohazalarimizni aynan sizni zaboningizdan davom ettirsak, aynan xalfachilik san'atida juda ham qiziqarli-da, o'sha garmon bilan kuylashgan. Albatta. Va albatta buni o'rni bo'lak va buni jozibasi bo'lak. Va keling o'sha suhbatimizni aynan ustozning ijodiga qaratamiz.
xalfachilik san'ati to'g'risida ko'p yaxshi fikrlar bildirish mumkin. O'zbek musiqa madaniyatining ajralmas qismi bo'lmish bu xalfachilik san'ati o'zidan bir chuqur falsafiy ma'no mazmun kasb etib, oddiy va xalqchil ammoviy san'at turiga aylangan. Hech kimga sir emas, bu Xorazm xalfalarining san'ati va ijod yo'nalishlari tinglovchini yana o'ziga rom qiladi o'ziga. Endi ojiza momolarimizni aytish mumkin. Qolaversa mana Nazira Sobirova izdoshlari va shularni davomchi sifatida men onam ham shunday ijodkor, shoira bo'lganidan men o'zim faxrlanib bir nimani aytishim mumkin. Xalfa o'zi she'r yozib, musiqa bastalab bir ijodkor bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollar davrasida bo'lgan, erkaklar davrasida ham bo'lgan bu talqinchi deb aytilsa ustoz, bu ayol xalfalar ichida xalfalar deb aytiladi. Shoira xalfa, ijodkor xalfa o'zi yozib, o'zi so'z, musiqa bastalab chiroyli xonish qilganlar. O'zingizda qanday? Onangizdan o'tgan bir qirra bormi? She'r yozish, ashularingizni bilamiz. Endi o'sha onamdan men o'zim hali bir she'riy to'plamda chop qilinmadidan men o'zimdan She'r yozgansiz lekin. She'r yozib, masalan, to'y davralarida, tadbirlarda bo'lib qolsak, endi ustozlarimiz bor edi. Mana baxshi buvalarimiz davraga moslab, to'qib she'rlar aytgan-ku. Onamdan badiiy bilan. Ana shu narsa onamdan menga o'tgan tarafi shu davraga qarab, masalan, Umurbek aka turibdi, yo bo'lmasa Nilifarxon turibdi, shunga qarab bir qo'shiqlar kelib, qani bir isbotlab bering ozginagina. Bugun chiroyli davra, bahor bugun. Bugun elimizda katta to'y bayram. Rang-barang gullarniichinda yayrang, qo'llara garmonni olib bir sayrang. Bahor ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Judayam chiroyli. Rahmat. Qanday bo'lsa ham mana shoirlik xislati ham o'tibdi. Albatta. Gel garibim seyretelim bu bağı. Gel sevdiğim geçti telim bu bağı. Bülbül görsün gülüne tamaşa olsun. Koyla binglebime dudak dudak yey. Tiller sorsun banlı tamaşa olsun. Koyla binglebime dudak dudak yey. Tiller sorsun banlı tamaşa olsun. Otabekjon gapirganda hayolimga bir narsa kelib turdi, Nilifarxon. Otabekjonning ustozlari bor. Mana xalfa san'atidan darang olgan Absherif Xuryozov ustozimiz ham baribir nima bo'lganda ham xonanda, lekin xalfachilik ohangida kuylaydi. U kishining ham atrofida shogirdlari hozir ko'p paydo bo'lib qoldi. U kishining ham shu Rohatjon opamizga, ojiza ustozlarga, ana shu xalfa onalarimizga bo'lgan munosabati cheksiz. Bu yoqda ustozlar o'tiribdi. Bular bilan siz ko'proq uchrashib turasiz. Qani? Albatta, chunki ustozlarimiz hozir aytib o'tganimcha, Rohat opam yonlarida yelkadosh bo'lganlar. Hozir aytib o'tdilar, o'zlari ham biz tarixni bilamiz, eshitganmiz, lekin o'zlari yonlarida raqqosa bo'lib, sozanda, xonanda bo'lib, jo'rnavod bo'lib yurgan bugun ijodkorlar ham yonimizda va aynan aytib o'tishimiz kerakki, biz faqat o'sha qo'shiqlarini yoki o'sha ijodiy faoliyatlarga nazar tashlaganmiz, lekin aynan sizlar ularning yonlarida bo'lib, ijodiy dardini tinglagan yoki qaysidir yaxshi maslahatlarni olgan sifatida sizlarni ham bugun fikrlaringizni tinglasak. Marhamat. Rohat opam mana o'zlarining yonlarida sozanda, xonanda, raqqosa bo'lib faoliyat yuritgansiz. Endi eng yaqin kishisi siz bo'lasiz-da ularning yonlarida, to'g'rimi? Xalpa bilan uzoq yillar birga yurgan, avval raqqosasi bo'lganman, keyin havas etib yanlarında daira çalıb, ko'p narsalarda qatnashganmiz, yana televideniyada ko'p qo'shiqlarni ijro etgan. Shunday ovozlari chiroyli, fe'l-atvorlar chiroyli ayol edilar. Shogirdlarga nisbatan o'ta darajada mehribon edi. Bir talabchan edi, bir talabi men yanında o'tirib yurayotgan vaqtimda shu qo'shiqni buzib aytganni, muzikasi buzilib, xalq narsalarni buzilib aytganni xohlamas edi. Shunga dum talab etar edi, shu narsani shohidlardan buzmanglar, so'zini buzmanglar, jozibasini yo'qotadi, xalqni yurakini u ham o'rnashib qolgan narsa bo'lar. Biz ustozlarimiz ijro etgan deb
Shundan chiroyli nalarni o'rgataradi. Bitta savol tug'ildi-da, endi yollarda yurgansiz-ku, endi raqqosasi bo'lgansiz, birinchi keyin sozandalari bo'lgansiz va aynan sizga o'zlari tashabbus ko'rsatganmilar, ki bir yorimda kuylab ko'r yoki chalib ko'r nimadir deb. Qo'shilib kuylar edim, lekin uning ovozini yetish o'ta qiyin edi. Xalpan ovozi o'ta chiroyli baland ovozlari bor edi. Lekin baribir aytishar edim, havosat bizim. To'ylarda ba'zimlarda o'zini yozgan narsalarni 2-3 marta takrorlab xalqni ayttirgan vaqtlari bo'lgan. Talab bo'lgan shu ana haqqında qo'shiqingizni aytib bering, yana ham Xalpabi shu sabraylaringizni aytib bering, iltimos deb shu aytib berar edi shuni. Necha marta so'rasalar hamma aytib berar edi shu narsalarni. Sizning qalbingizdan ham joy olgan bu narsalar. Ozgina xirgoyi qiling. Aytib berayman shularni Xalpani gunda bor. Nilfarxon, Dilbarxon opamiz mana bugun serqirra san'atkor. Hamma shu Xalfa opalarimizning yonlarida yurib, ko'p qirralarni kengaytirganlar. Mana bugun shogird sifatida, ham ustoz sifatida e'tirof qilinadigan san'atkor. Bahoringiz muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Qanday tuyg'ular kechyapti hozir? Va ustozimizdim ajoyib Rahat opam aytganidan dim ajoyib ayol edilar. Men ham 25 yoshimda raqqosa bo'lib borganman. Rahat opani. Keyin o'ynab turgan vaqtimizda shularni ichimizdan aytar edik. Keyin pauza bo'lgan paytında raqqosalar o'ynamagan paytında o'tiring dedi Dilbarjon derdi. O'tiringdan men bilan deng aytishing derdi. Aytacak bo'lsak ovozimiz yetmay qolar edi. Chig'ilib shuni chiqib ayting derdi. Shunda buryaning derdi. Rahmat ustoz. O'sha joyida sizga dars o'tganlarda o'tirib kelib o'tiramiz-ku, shular payti bo'lganda aytishib o'tiring, ko'r o'tirmang derdi. Ustozlik qilgan ekanda. Shu aytishib o'tiring Dilbarjon o'zingizga pintamid bo'lib boradi derdi. Yo'q, Xalpa sizga yetishib bo'lmaydi derdi. Shuni ayting, hanga chiqing derdi. Lekin ovozi shundan kuchli, ajoyib aytganidan, Rahat opga aytganidan shularni bilsangiz xafa bo'lar edi. To'g'ri ayting derdi. Birini tashlab ketsangiz ham so'kib turar edi. Shu qattiqo'l degan narsadan. Talabchanlik shu, lekin mehribonlik ham bor. Ko'nglingizni ham topadi. Xafa etmaydi ish qilib. Har tomonlama ajoyib ayol. Shogirdni bitta baxti bo'lar ekan, ustozni o'zi tanlar ekan. Baxtlimisiz shu insonni shogirdi bo'lganingizda? Men ina ustozlarim ko'p. Rahat opadan keyin yonimda yurgandan keyin, ashulachi bo'lib chiqqandan keyin ham Ina Rahat opga doirachi bo'lib bordi yonimda, men akordeon o'rgandim. Shunda chiqib turdik, ina Rahat opam bor, Karamat opga bor, Igor Ibragimov. Hamma ishi xalpalar meni ustozim. Lekin birinchi poydevorni Rahat opga. Qani bir kichkina xirgoyi qilib bering, davraga bir fayzulashing qani. Rahat opa, jo'rnavaz bo'lasiz. Yaralar biradallar yaxshilik bama. Köp savab iş kılsanızam Güryenini aytkan bama. Nanını yeller aşını yeller Türüngde oynap gülerler. Nanını yeller aşını yeller Türüngde oynap gülerler. Ne bersenem kadrın bilmez kadr bilyenni göryen bama. Ne bersenem kadrın bilmez kadr bilyenni göryen bama. Göremendim, acayip etip aytgan şu qo'shiqni. Shu ashulasini hamisha hozir to'ylarda ham aytaman. San'atkor opa-singillarimizga niyatimiz, tilagimiz shuki, ustozlardek ulug' bo'linglar. Musiqiy lahzalarni davom qildirsak. Albatta, mana shu o'rinda yana bitta chiroyli taronaga navbatni taqdim etsak, biz esa tinglaymiz. Teletomoshabinlarimiz bilan birgalikda. Marhamat. Yarallar, qadrdonlar, yaxshilik bormi? Ey yarallar, do'stiyallar, yaxshilik bormi? Ko'p savob ish qilsangiz ham qaytganini ko'rganlar bormi? Ko'p savob ish qilsangiz ham qaytganini ko'rgan bormi? Ey yaxshilik bormi? Nanın yeller, aşın yeller, töringde oynap gülerler. Nanın yeller, aşın yeller, töringde oynap gülerler.
kadrini bilme şükür etgeni görüyen var mı? Ne beseyem kadrini bilme şükür etgeni görüyen var mı? Yaxşılığa yaxşılık var mı? Ahırını oylay insan, ahırı bularsan seyeksan. Ahırını oylay insan, ahırı bulmağılı seyeksan. Tavba kılıp kayt kılı yolundan, tavba kılığanı göryen var mı? Tavba kılıp kayt kılı yolundan ey, tavba kılığanı göryenle var mı? Yaxşılığa yaxşılık var mı? Bu dünya bilsen bir ötkinçi, aklını tut olma yalancı. Bu dünya bilsen bir ötkinçi, aklını tut olma yalancı. Rahatını sen sıra kıynama, yüreğini bilyen var mı? Kalıpanı sen sıra kıynamayı, yürek derdini bilyelle var mı? Yaxşılığa yaxşılık var mı? Yaxşılığa yaxşılık var mı? Yaxşılığa yaxşılık var mı? Ay tamam içtin size nesiyet, yaxşı gelinlerde köptür hasiyet. Ay tamam içtin size nesiyet, yaxşı gelinlerde köptür hasiyet. Yaxşı gelin şükür kılar Xuday, yaxşı gelin şükür kılar Xuday. Ömrü devran bilene ötse gerektir, ömrü devran bilene ötse gerektir. Yaxşı gelin uyuslarını bildirmez, yaman gelin aileni güldürmez. Yaxşı gelin uyuslarını bildirmez, yaman gelin aileni güldürmez. Etedun işini ere bildirmez, etecek işini kaynanaya bildirmez. Ömrü erman bilene ötse gerektir, ömrü erman bilene ötse gerektir. Bir neçe gelin var köçede gezer, bugün şu bir tek ilatın bızar. Bir neçe gelin var köçede gezer ey, bugün şu bir tek ilatın bızar. Kılmışından hemmeni kıladı bizar, gıyvatından kuşnulan kıladı bizar. Ömrü gıybet bilene ötse gerektir, ömrü haset bilene ötse gerektir. Yaman gelin yoklar erini tapkanın, kulasa bilmiydi dağını atkanın. Yaman gelin yoklar ey erini tapkanın ey, kulasa bilmiydi dağını atkanın. Minnet eter erine hizmet etkenin, minnet eter kaynanasına hizmet etkenin ey. Ömrü erman bilen ey üsse gerektir, ömrü erman bilen üsse gerektir.
Yaxşı gelin murad etse gerektir. Köngül maksuduna yetse gerektir. Yaxşı gelin murad etse gerektir. Köngül maksuduna yetse gerektir. Hizmetine layık izzetini görüp, hizmetine layık izzetini görüp, ömrü heves bileney össe gerektir. Ömrü devran bileney össe gerektir. Ömrü heves bileney össe gerektir. Salama gel sabamin sevgili yarım sağındım. Kara gözlü kızın yüzü yürek bağrım sağındım. Yüzüren gözü şala gülü canımı sağındım. Senin birle kuşlap bağda yürüyen çağını sağındım. Senin birle kuşlap bağda yürüyen çağını sağındım. Məni qan yığlatıp sen özgeye verdin ey köngül yarım. Seni kılmışların örter məni bu bir karar canım. Sana eyleyip yağan sen dur məni gönlümdeki erman. Seni her bir sözün bu hasta köngülümden mudam derman. Seni her bir sözün bu hasta köngülümden mudam derman. Sana kurban bulayım, sen sevgilim daim ey selamet bul. Vatanda sen bilen biz gemişem açıktır yol. Seni kançeli azarin bulsa hem sabır üzmez kul. Mana senden bile hiç mirvan yok çarasın diz. Mana senden bile hiç mirvan yok çarasın diz. Mening suhbatdoshlarim mana taniqli xalq opalarimiz Ranaxon Oloberganova va Karomaxon Bobojonovalar sahnaga chiqdilar. Bu xalpachilikda shunday bir ustozlar bilan bo'lib o'tgan voqeliklar bor, ijodiy an'analarni birgalikda olib borgansiz. Avvalambor ojizamiz yana bir xalpadan gelip çıkıp hammamiz shu yo'nalishda ijro qilib, xizmat etib, qo'shiqlar janrini yaratib kelamiz. Qolaversa, ishi xalpabimiz Rahatay xalpa hozir hayot bo'lsalar, Alloh rahmatini olgan bo'lsa, 70 yoshda bo'lgan bo'lar edilar. Albatta. Shu xalpabi ikkimiz 2008-yilda Diralishma degan konkurs bo'lgan, biza birinchi qatnashganmiz xalpabi bilan. Haqiqatdan ham xalpachilik janrida ham diralishma bo'lgan. Hofizlarda borligini bilaman diralishmani, lekin xalfalarni hozir eshityapman. Xalfalarda ham bo'lgan. Xalpalarda suvara ham bo'lgan, yalla bo'lgan, laparlar bo'lgan. Biza xalpabi bilan shu konkursda qatnashganimdan men juda xursandman. 70 yosh bo'lgan bo'lar edilar hayot bo'lsa. Ra'no opa, mana bir ajoyib mavzuni ochdingiz.
Endi bu an'anani bir davom qildirish qanday iloji bormi hozirgi paytda shu ustoz shogirdlar bilan shu diyralishma uslubini xalfalarni? Endi iloji bor albatta, lekin men shu yoshlardan dilayman, bizlar shu ustozlarga qarab izindan gelyapmiz. Yoshlar ham shu ustozlar Rohatbek Xalpa bizlarni izlarimizdan shu yo'nalishlarga qarab ish tutib, shu diyralishmalar, konkurslar, hamma narsaga qatnashsalar, ijod etsalar deyman-da yoshlar. O'zingiz bosh bo'lsangiz, tashabbuskor bo'lsangiz, xudo xolasa birgalikda amalga oshirib uddalab bilamizmi? Kelajakda bu targ'ibotga kiritib, bu narsalarni davom qildirishimiz kerak. Inshaalloh, ishi Xalpa beyimiz ijodkor Xalpa edilar. Men shuni havas qilib Xalpa beyim men ham sekin-sekin ijod qilib o'zimni kichkina narsalarim bor, sizning xabaringiz bor. Sari bola, xivalik qiz, balli, ko'p narsalar ijod qilganman, havas qilib. Lekin yoshlar ham tilayman bizlarga havas qilib, ular ham ijodli Xalpa bo'lsalar. Eller adam başı kattık durdaştan, hayattan melek geçmez baştan. Eller adam başı kattık durdaştan, hayattan melek geçmez baştan. Yaşarken tilek kimi yaştan, kaytar almaz yemin, var olmasın. Kaytar almaz yemin, var olmasın. Qadrli muxlislar, mana Ranaxon opa Olloberganovaning fikrlarini tingladik. Bularda ijodkorlik bor. She'r ham yozadilar, kuy ham bastalaydilar, badiiy ham o'ziga xos an'analari bor. Karomatxon opamizning ham ijodiyoti juda ham rang-barang. O'zlari raqs san'atidan kirib kelgan bo'lsa ham, lekin bugun shu xalfachilik san'atida o'z e'tiborini topgan san'atkor. Shoira xalfalar, ijodkor xalfalar, shogirdlaringiz bilan bugungi televideniya sahnamizda bir ajoyib uchrashuv qilyapsizlar. Qanday tuyg'u kechayapti? Men ham ina shu raqqosa sifatida tanilgan bo'lsam, keyingi bir 27-28 yil ichida xalfachilik janrına qiziqib, Rahat akamizni yanına borganman. Ustozimiz bizlere doğru yolunu gösterip, akordiyonlarını berip bizleri uydan ekkitinglar, o'rganinglar deb shunday ajoyib ayol edi. Xalpalara, gelyatırgan san'atkorlara aytchakim, xalpachilik janri ajoyib janr. Shuning uchun iloji bo'lsa, ko'proq jonli aytsalar hammaga ma'qul bo'lar edi. Keyingi avlodimizga shunday yangiliklar yaratib, Ojizani so'zlari, Nazira Bayjanovalar, Ulubek Bayjanovalar shularni miraslarından gelip çıkıp yengilik yaratsalar diye ümitlerim. İnama beni canım, harip gelen mimanım. Kıynama beni canım, harip gelen mimanım. Öter 3 gün devranın ey, cicini kumarman. Çakır sen mimanım, öter 3 gün devranın ey, cicini kumarman. Çakır sen mimanım, yüreğimni tiri hecri, kılaverdi para para. Yüreğimni tiri hecri, kılaverdi para para. Ben bu geplerini aytıverem, ne ilacetine çare. İşi geplerini aytıverem, ne ilacetine çare. Balaga dime canım, ölemem bir kararım. Balaga dime canım, ölemem bir kararım. Köprüde görüner atımın başı, yağmurda yağadı gözünün yaşı. Köprüde görüner atımın başı, yağmurda yağadı gözünün yaşı. Mekkede kim buluptu yoldaşı, heyranım var heyranı. Şu yün gelmegen zar giryanı, heyranım var heyranı. Şu yün gelmegen zar giryanı. Özü başlap tokun taşlap Seremcan, Mehmetli takasını giyip gelsinler. Özü başlap tokun taşlap Seremcan, Mehmetli takasını giyip gelsinler. Yaraklap taraklap gitsin bu cahan, Mehmetli takasını giyip gelsinler. Yaraklap taraklap gitsin bu cahan, Mehmetli takasını giyip gelsinler.
gelsinler, ha gelsinler. Ben atlı takasını giyip gelsinler. Gelsinler, ha gelsinler, ha gelsinler. Ben atlı takasını giyip gelsinler. Ben atlı takasını giyip gelsinler. Çekilmeni kıya koyup, beni ciğer bağrım uyup. Çekilmeni kıya koyup, beni ciğer bağrım uyup. Sinelere dilip dilip, atmaz arıya geledi. Sinelere dilip dilip, atmaz arıya geledi. Sücü sücü ya geledi, leberinde bağ geledi. Sücü sücü ya geledi, atmaz arıya geledi. Dilber bu cahan içine ölgünçe siz ne derim ben. Ömrümlü gülü ta ki sol günçe siz ne derim ben. Boynuma kılıç gelse keskinçe siz ne derim ben. Boynuma kılıç gelse keskinçe siz ne derim ben. Köyünüze ben almam o dama siz ne derim ben. İhtiyarı zinizde ölgünçe siz ne derim ben. Hivanı da köçesinde bana bir yar uşadı. Hivanı da köçesinde bana bir yar uşadı. Hemmeye yar uşasa bizlere ak yar uşadı. Hemmeye yar uşasa bizlere ak yar uşadı. Aynanin yar aynanin ben senden üzüm aynanin. Aynanin yar aynanin kara yüzünden aynanin. Her yürüyende yürek dük dük vurmayayım mı? Avazımdan gelemezsen vurmayayım mı? Yürüyeninde yürekine vurmayayım mı? Avazımdan gelemezsen vurmayayım mı? Sözlerimi nazar pisat etmeysen ey. Genlerini nazar pisat etmeysen ey. Bana beryen azapların yetmeyeyim mi? Seni beryen azapların yetmeyeyim mi? Üç patriyatım zireli, birbirinden şireli. Üç patriyatım zireli, birbirinden şireli. Yürüyün bağa gireli, gittik bağa gireli. Kızılı güller tireli, kızılı güller tireli. Naz bilen ahaya, usulü bilen ibiya. Naz bilen ahaya, usulü bilen ibiya. Pişmiş koşup bal veremem yeseniz. Yüreğinden çay veremem gelseniz. Damat koşup çay veremem içseniz. Yüreğinden çay veremem gelseniz. Vay vay seni bakışlarına aman, yüzlerinin akışlarına aman. Vay vay
gün devran tapılmaz. Bülbül ürkesi bağını bağbanı, bülbül ürkesi bağını bağbanı. Hazan ursa unça hazan tapılmaz. Dünya öter 5 gün devran tapılmaz. Vesligni açmakka dilim lal oldu. Vesligni açmakka dilim lal oldu. Pirakından dizmedim elim büküldü. Pirakından dizmedim elim büküldü. Gözlerimden kanlı yaşlar döküldü. Gözlerimden kanlı yaşlar döküldü. Bu işin yolunda ferman tapılmaz. Dünya öter 5 gün devran tapılmaz. Gecesini alama alan uyğanar. Gecesini alama alan uyğanar. Gözden aka yaşa cismim boyanar. Gözden aka yaşa cismim boyanar. Aşık gelip maşığına siyener. Aşık gelip maşığına siyener. Bu işin yolunda ferman tapılmaz. Dünya öter 5 gün devran tapılmaz. Bibi tarikatten ayrılmam enden. Bibi tarikatten ayrılmam enden. Allah amanetini algay bu tenden. Allah amanetini algay bu tenden. Eğer ayrı düşsem ben şun dünyadan. Eğer ayrı düşsem ben şun dünyadan. Bu ikimize belli mekan tapılmaz. Dünya öter 5 gün devran tapılmaz. Dünya öter 5 gün devran tapılmaz. Qadrli onajo'xon muxlislar, dasturimizni davom ettiramiz. Haqiqatan ustoz, bugun bahor bayrami bo'ldi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Albatta. Chiroyli kayfiyat, ayollarimizdagi ko'tarinkilik va dilbar xalpa navolari aynan qadrli teletomoshabinlarimizga ham yuqori kayfiyatni bag'ishlayapti desak adashmagan bo'lamiz. Albatta, navozandamizning bayram soni bugun ayollarni chorlagan ekan. Bu ayollarimiz aynan Xorazmga xos bo'lgan ohang. Mana xalfa san'atimizni, xalfa san'atkorlarimizni ulug'lab, ta'riflab, ustozlarni eslayaptilar. Albatta aytib o'tganimizdek, bugun dasturimizda chiroyli qo'shiqlar va aynan ustoz shogird an'anasi davom etayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bugun ustozlarni eslaymiz. Xalfachilik san'atida albatta yaxshigina iz qoldirgan ustozlarning bugun shogirdlari, ularning qo'shiqlaridan ilhomlanib, go'zal qo'shiqlarni yaratayotgan ijodkorlarimizni sanaydigan bo'lsak, ularning orasida Guli Shaydo ham bor ustoz. Guli Shaydo zamondoshim juda ham ajoyib bir san'atga o'zini bir yo'li bilan kirib kelganlar. Lekin mana shuni mezonida xalfa san'atkorlarimizning ohangi, ularning an'analari bor. O'zidan eshitamiz. Baharın birinci günü mübarek olsun. Hem ayallarımız şu bahar feslinin açılıp yaşına yürüyüşünü tileymen. Şimdi xalpaçılık sənətinə gələdon bolsaq, rahat ayıpkəm özünü mektebi bilen özündən tarixdə kaladon insan bob ötkəllər. Acizə anamız, Nəzirə anamız üzəri şiir yazıb, üzəri bəstələb, küyə salıb, şunun dert bilen aytqallar, mən özüməm instituta girген vaxtım mecburlab Zakircan Kemed Rahimov bölgetken ma ustazım Zakir Eke hesaplanadı. Özüm ündin kızıkmasamam keyin mecbur örgetip halpalan koşkun aytkanda menem şunun dertini sezgen mendan şundan keyin şu yo'nalishda to'xtab qolganman. İlk ilhomlagan qo'shig'ingiz qaysi biri? Ustozlarning qo'shiqlarini Yar eshitib yaxshi ko'raman. En yaxshi görgenim yar şunun dert ba içinde. Bunda evci bulmasam özü
mesela yine senetkar ayallarımız düşünedi. Şunun küyleyen vaktiniz özünden öz içinizden geleveredi. Ozgina kuylang. Evvel başlap Xudanı yad eteli yar yar Peygamberliğini şad eteli yar yar Evvel başlap Xudanı şişine bir parsanı Ul yaratkan Allah'ını yad eteli yar yar. Rahmat. Tasanno. Endi Bien. shoira xalfalar qatoriga qo'shildim dedilar. Ha. Bir she'r aytsangiz bugun bahor bugun. Yarashadi bugun. Kuş katip aytıp bereveren ese. Mayli. O'zingizni yozgan she'rga, ha? Kulak asmin şeydayını tilekine Kulak asmin şeydayını tilekine Gelmin koysan kargap karadaş etemen Gelmin koysan kargap karadaş etemen Sula sebim yanıp durgan yürekime Senden hem yaksını tapıp baş etemen Gelmin koysan kargap karadaş etemen Rahmat. Deyam chiroyli. Chiroyli, rahmat. Nasibaxon bugun mehmonimiz bo'layaptilar. Albatta. Yosh xalfa san'atkorlarimizdan. Man rahmatli Rahat opamiz bilan 2006-yillarda xalqimizni to'ylarida, tadbirlarida hamisha birga tushar edik. Shu vaqtlarda men vaqtda Suxondan edim. Rahmatli Rahat opamiz san'atkor olib boradilar to'y davralarini. Shunda men shu ustozimizni rahmatlini ovozlarini, tartibini hamisha havas bilan qarar edim. Keyin asta-sekinlik bilan men o'zim to'ylarda Suxonda olib borgan vaqtlarimda xirgayaklarim yor-yorni, alalarni xirgaya qilib aytib berardim. Keyin 2017-yilda Rahat opamizni farzandlarini ustozim, meni eng hurmatli insonim Otabekjon bilan ustoz shogird bordim, yollardan shogird bo'lib. Shundan bana men Xudoga shukr, elimizni yaxshi kunlarda hamisha ustoz Otabekjon bilan birgalikda xizmatdamiz. Günde gözler buldu tör, tar buldu el yör. Gel gel izim, közger sürtey Birinchi o'rgangan xalfa qo'shiqingizni ozgina esga soling qani? Endi men birinchi aytgan shirga qilib aytganlarim shu yor bilan alla bo'lgan. Alla aytay jonim ko'zim quloq solgin alla shirin alla tinglab asta orom olgin alla ya jon ko'zim jonim bolamay alla. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Ayollarga xos bugungi mavzumiz. Albatta. Chiroyli xonishlar ham shu ayollar uchun, go'zallik uchun. Ilohim bu mana shu go'zallik timsoli bo'lgan ayollarimiz hamisha bayramlarimizni, to'ylarimizni yashnatib, hayotimizning go'zallari bo'lib yursinlar. Aytganingiz kelsin. Demak, mana shu o'rinda aytib o'tganingizdek, endi bugun bahor bayrami, chiroyli qo'shiqlar yarashadi. Shuning uchun keling yana bitta go'zal tarona tinglaymiz, ana undan keyin yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Albatta yarashadi. Bayramda musiqa, so'z, suhbat hammasi bir-biriga hammahang. Marhamat. Gideceğiz yollarına kariman Gelmedi gelmedi ne için gelmedi 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 neye gelmedi Rumal alıp hala giriyor yığliman Gelmedi gelmedi ne için gelmedi 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 ne için gelmedi
gelmedi gelmedi ne için gelmedi hey gelmedi gelmedi neye gelmedi Aşı bulan geçkenlerini yarına Göz tikipti canı almakını kastına Göz tikipti canı almakını kastına Baftan kadamların didem üstüne Gelmedi gelmedi ne için gelmedi Hey gelmedi gelmedi neye gelmedi 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 ne için gelmedi
canımın lavaydan gelişi, ayakına dar olup büküşü, devrelerde kakak atıp gülüşü, devrelerde kakak atıp gülüşü. Enecan dilberi cahana geldi, Enecan güzeller güzelin erdi. Başına giyipti yapını bakmalı, aklına alıptı yüzdeki kalı. Başına giyipti yapını bakmalı, aklına alıptı yüzdeki kalı. Bir görmesem indi tutar kumarı, şiin görmesem indi tutar kumarı. Enecan dilberi cahana geldi, Enecan güzeller güzelin erdi. Lebimde kalı bardardan kişi, izine düşüptü uludan kişi. Lebimde kalı bardardan kişi, izine düşüptü uludan kişi. Sözdege sözleri baldanam sözcü, sözdege sözleri baldanam sözcü. Enecan dilberi cahana geldi, Enecan güzeller güzelin erdi. Enecan dilberi cahana geldi, Enecan güzeller güzelin erdi. Enecan güzeller güzelin erdi. Bayram kayfiyati qanday Nilfarxon? Judayam yaxshi. Aytib o'tganingizdek, bugun chiroyli bayramona dastur bo'lmoqda. Nafaqat bizni ham kayfiyatimiz yuqori, balki serial tomoshabinlarimizda ham mana shu yuqori kayfiyat allaqachonlarni qurshab oldi degan umiddamiz. Yana biz go'zal qo'shiqlardan keyin manfaatli bo'lgan, kerakli bo'lgan suhbatlarga kirishishga tayyormiz. Suhbatlarimiz ham mazmunli davom etishiga umid qilamiz. Albatta. Mana zamondoshimiz yana bir san'atkor bugun xalfa san'atini egallab, mana ustozlar izidan kelgan Guloyxonim o'tiribdilar. Albatta, Guloyxonim Abdullayeva, xush kelibsiz. Rahmat. Men Rahat Aypa Xo'janiyazovning yanına 2001-yilda shogird bo'lib bordim. Yana Otabek ukamiz ham bor edilar. O'qishda o'qib, shu vaqtda o'qishni bitirib keladilar. Rahat ustozimizdan ko'p narsalarni o'rgandik. Men bir narsaga xursandman. Shu ustozlarimizdan xalpachilik san'atlari, ashulalar, o'zlari yaxshi aytib she'r yozganlar, bastalaylar. Shu hozir yosh ishi kelayotgan avlodlarimizga shunday qadimgi ashulalar, ma'noli ashulalar, ayollarni hayotda hammani tarbiyalovchi ashulalarni aytganlar. Shularni yoshlarimizni yetib kelgan xursandman. Chunki hozir ashulalarimiz ko'pisi isrodi yo'nalishda bo'lib ketdi. Lekin bu ustozlarimiz aytgan ashulalarni hozir yoshlarimiz biza kuylasak, odam tanina kirib boradi. Hayajonlanib ketadi odam. Men o'zim ham san'atkorlar oilasidan chiqqanman. Dadamning dadalari Kamujoy akaning yonida doirachi bo'lganlar, Ivadulla aka Abdullayev. Men shu nevarasi bo'laman. Faxrlanaman shunday insonni nevarasi bo'lishimdan. Rahat opamni bir ashula o'rgatdilar, birinchi o'rgatgan ashulalari sizlar shundan ozgina xirga aytib beraman. Marhamat. G'arib canım sen işitkin zarımını, yarım gelyenini bila bilmedim. Ben taşladım namus bilen ağrımını, yarım gelyenini bila bilmedim. Seni gelyenini bila bilmedim. Rahmat.
Juda ham chiroyli. Bir narsa sizni ruxsat ijozatingiz bilan aytib o'tishim kerak, chunki aynan sizni yoningizda meni ko'rib, meni buvim ham, aynan dadam-dadalari ham xalfachilik san'atida yaxshigina ijodiy ishlarni qilgan xalfa ijodkor sifatida hamma yaxshi biladi, taniydi. Shukurjon Matkarimova aynan o'zlarini chiroyli ijod yo'llari bilan nafaqat o'sha garmonda qo'shiq aytib kuylaganlar, balki doirada ham xalfalarning yonida jo'rnamoz bo'lganlar va aynan shu o'rinda bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz orasida buvimni muxlislari bo'lishi mumkin va aynan o'zlari chiqib nega bular haqida gapirmayaptilar degan gaplar ham yurishi mumkin. O'zi behudadan behudaga sizni mana yonimizga yo'ldosh qilib hamrohlik qilmayapmiz. Chunki xivalik ijodkorlar orasida sizni ham qandaydir ta'siringiz bor. Xivada yashayapsiz, ulg'aydingiz. Bu san'atkorlarning ko'pchiligini yoshligingizdan ko'rgansiz. Albatta, bu yerdagi ustoz ijodkorlarni ko'rib shu narsaga yana bir bora ta'kidlashim kerakki, ustozimni nabirasi degan gaplarni menga aytib juda ham ruhlantirishadi. Albatta, bu narsa juda ham insonni ruhlantiradi. Aytib o'tganingizdek, endi hozir ustozlarimizga bitta chiroyli savol bilan yuzlanmoqchi edim. Ruxsatingiz bo'lsa, garmonda aynan qo'shiq kuylashlari xalfalarni buni qanday jozibasi va tinglovchiga qanday yetirib berishdagi mahoratlari aynan xalfalarda birinchi o'rinda turadi? Endi xalfachilik san'atini o'zi garmonda ijro etib qo'shiq aytish, yanında dairakashi va o'yinchisi bilan xalfa deb aytiladi. Bu janrning o'zi sinkretik janr, ya'ni bu yerda 3 inson, 3 san'atkor jipslashadi. Garmonda endi avvalan boshlab aytdim, 1895-yilda ijozat berilgan. Shu garmonda chalib ashula aytisha keyinchalik Aciza xalpamiz, onun shogirdlari, Nazira opalar hammasi shu garmonda Xivada shu maktab shakllangan, garmon chalib ashula aytish shakllangan. Raxatay opamiz yutuqlari shunday bir kattaki, birinchi bo'lib Grand Prixni nega borganda, Boysun nasina borganda, ovoz Shahrisabza shu ko'rik tanlovi borgan vaqtida Grand Prix olib keldilar. Masalan, bu bir katta bir xalfalara bo'lgan e'tibor, serqirra bo'lganligi uchun. Serqirra bo'lganlar. Meni hamki oshig'ayilma, fazilatim qaysamana, yavrama. Menga ham oshig'im ustoz, ul anglayibni salomana, yavrama. Menga ham oshig'im ustoz, ul anglayibni salomana, yavrama. Men yine bir narsani aytchak edim, Raxat opaning ovozi dum baland bo'lgan. Juda kuchli ovozlari bo'lgan. Ulug'bek Bayjonovani taqqoslaganlar ne bilan Raxat opa bilan Ulug'bek Bayjonovani ovozi dum baland bo'lgan. Shuning uchun bu yoqda ham lirik qo'shiqlarni aytishga imkoniyat bo'lgan, ham xalpa qo'shiqlarini aytganlar. Raxat opa ansamblda ishladığını Narbek aka bilan shu yerda faoliyat ko'rsatdi. Keyinchalik yana xalfalarni shuningdek bir tayyorlab katta bir yo'llanma berdilar. Raxat opaning fe'li juda keng edi. Juda bir bag'ri keng inson edi. Men ish xalfalardan eshitganman, uylari bayram bo'lib ketadi ekan. Xalfalarni yig'gan paytida uylarida bayram bo'lib ketadi. Men xursandman, bugungi kunda farzandlari, kelinlari, shogirdlari o'tiribdi, hammasi ijod yo'lini shu davom etib turibdilar. Ijodiyoti bardavom bo'layotganligidan xursandmiz. Nilufar, mana hozir garmon sozi haqida fikr bo'ldi. Ustozni eslayapmiz. Umuman olganda mana 150 yil bo'libdi, 1,5 asr bo'libdi bu ijodiyotga kirib kelganiga. Oldin mana piyolalarda bo'lgan, tarilkalarda, qo'llardagi usullar bilan, Shibona bilan tarilkalarni urib aytganlar, qoshiqlarni urib aytganlar. Dastlabki nimalar? Piyolalarni bir-birisidan urib aytganlar. Lekin garmon bilan aynan keyingi davrda aytib boshlaganlar. Hozir endi garmonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Agar shu soz bilan ashula aytsalar yarashib turaveradi. Otabekjonda ham shu yo'nalishda ozgina fikr bor o'xshaydi, eshitamiz. Ojiza onamiz garmon chalishdan tashqari shunday ijodkor bo'lgan. Masalan, bizning Xiva elimizda Sangar mahallasi bor. Sangar borsa, Sangarni ta'riflagan.
Səngərni bağı yaxşı idi. Açılgan gülləri yaxşı idi. Səngərdə öskənli yoxdur, ərmanı yürüyün, qızlar səngər bağa girəli. Demək, ijodkorning mahorati manzil makon bilan ham bog'lanib turgan ekanda. Har kimni niyatiga yetkazsin deymiz. Endi men shu davraga moslab bir nima onamni qo'shiqi esga keldi. Masalan, do'stlar davrasi-ku. Do'sti borni kami bo'lmas dunyoda. Dardi bilan g'ami bo'lmas dunyoda. Do'sti yorga vafo qiling ziyoda, birga o'ynab kulib o'sgan do'stlarim, menga ilhom berib turgan do'stlarim. Qush bo'lib ucharman, qanotim sizsiz, aka ukam, shirin hayotim sizsiz. Belga suyanchig'im, madorim sizsiz, birga o'ynab kulib yurgan do'stlarim. Davrug'ingiz dunyolara yetadi. Do'stlar yayrab, dushmanlar besh ketadi. Rohat sizga bu she'rni baxsh etadi. Birga o'ynab kulib o'sgan do'stlarim, do'stga ilhom berib yurgan do'stlarim deb shu do'stlarga qarab she'r yozar edi. Endi ustoz onam ham Ulug'bek Boyjonovaga shogird turganlar. O'zbekiston Xalq boksi Norbek Abdullayev bilan bir safda daston ansambullarida faoliyat olib borganlar. Ustozlaridan sahna madaniyati, onamning yana bir joyi bor edi, sahnadan qo'rqmas edi. Men nima deyman, hozirgi yosh xalfalar ham ana shu yo'nalishni davom qildirsa, bir-biriga hurmat yana oshib boraveradi. İdaradan çıkarıp altın yelveyey, idaradan çıkarıp altın yelveyey. Diley dileyin dostu ya Allah ölmeyey, diley dileyin felaket can ölmeyey. Gece gündüz icranında yanaman, ağya sözü bilen köngülü bölmeyey. Heyranman, 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 kıyma göme pişken öyem imanman. Bu dasturimizni o'zi ijodiy targ'ibot desak mubolag'a emas. Ham bayramona kayfiyat ulashga harakat qilyapmiz. Ham bugun mana shu Xorazm xalfa san'atini targ'ib qilishga intilayapmiz. Biz davraga fayz ulashgan san'atkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir to'g'ri sozlardan bahramand bo'lsak. Marhamat. Aşık olup kaldım yarını adına, yarını adına. Alar mekan almi, mekan yadına. Alar mekan almi, mekan yadına. O getipti önüp, ösken yurtuna, ösken yurtuna. Men kalıp man ayrılıkны otuna. Vedesi yok eken vak vak köylem yok mekene. Bugün nazlar güldür, kızıl gül emez, kızıl gül emez. Rastından ay taban vak vak kuru dilemez. Rastından ay taban vak vak kuru dilemez. Her yıl acı sevmem, köynümen demez, köynü bir emez. Vedesi yok eken vak vak köylem yok mekan. Olar mekan almi, mekan yadına. Şişe yağım içinde gül ne denesi, gül ne denesi. Lerzan berip uçar vak vak kışının anası. Lerzan berip uçar vak vak kışının anası. Serhavuz boyunda bergen vedesi, bergen vedesi. Vedesi yok eken vak vak köylem yok mekan. Alar mekan almi, mekan yadına yer. Eşiğinden öptüm, piyada yürüp, piyada yürüp. Yüreğim döküldü
yürüp Yürekim döküldü vak vak boyuna yürüp Özü gelmez mekan gelyenin bilip Özünden bilip Vədəsi yok eken vak vak könglen yok mekan Alar mekan almi mekan yadına Alar mekan almi mekan yadına Rozayı Ramazan mübarek bolgay Rozayı Ramazan mübarek bolgay Kılgay yaxşı niyetler kabul bolgay Bu aya kim yetti kimler yetmedi yer Yetkenlere roza mübarek bolgay Kılgay yaxşı niyetler kabul bolgay Sağlam evlat dörken oğul kızımız Oğlanları merttur yaru yüzümüz Neze salgan Allah yaratkenimiz Gülle yaşla müstakil Özbekistan Aman bol gilelim kur Özbekistan Rahat bir gün coşup küyliydi Eli yurtlu tışlığını oyliydi Lepar aytıp garmonunu koymuydu Aman bulgayılım kur Özbekistan Gülle yaşla müstakil Özbekistan Gülle yaşla müstakil Özbekistan Aman bulgayılım kur Özbekistan Gel gele ayna
Nilfarxon, har narsaga bordir sarhisob, hayotning ham mazmuni bordir deydi. Mana o'ziga xos mazmun, mohiyat kasb etgan bugungi bahoriy navozandamiz xalfalar san'ati bilan bog'landi. Qanday ruhiyat oldingiz? Ustoz, bilasizmi, hozir bu yerdagi bo'lib o'tayotgan suhbatlarda o'zimga katta bilimlarni va katta ma'lumotlarni oldim va nafaqat men, balki bizni tomosha qilayotgan barcha teletomoshabinlarimiz ham o'zlariga kerakli bo'lgan mana shu xalfachilik san'atiga qiziqib, muxlis bo'layotgan muxlislarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular ham o'zlariga manfaatli bo'lgan suhbatga, go'zal qo'shiqlarga guvoh bo'lishini degan umiddaman. Menda kayfiyat juda ham yuqori bo'ldi, o'zimga juda ham katta bilimlarni hozir mana shu dastur orqali olib oldim. Sizning musiqachi, ashulachi ekaningizni bilamiz. Endigi dasturlarda shu momongizning an'analarini davom qildirib, xalfa ashulasi aytib berishga sizni bir undab qo'yamiz. Da'vat qilib qo'yasiz. Da'vat qilamiz. Kutamiz mana shu ijodiyotni. Bu serqirralik hech kimga bir xalaqit qilmaydi deb o'ylayman. Albatta. Ustozlar, hammangizga rahmat. Bugungi ijrolar, mulohazalar uchun rahmat aytamiz. Mana ojiza onamiz, ana shalfa onalarimiz izdoshlari bo'lgan ustoz san'atkorlarni, ayniqsa Rahojon opamni bugun ko'proq esladik. U kishining an'analarini targ'ib qilish sizu bizning qo'limizda, dilimizda. Ilohim san'atimiz yana chiroyli joziba bilan bardavom bo'lsin. Nilfarxon, xayrlashamiz endi bo'lmasam. Albatta, qadrli onajonon muxlislari, bu sizlar bilan bahorning ilk kunida teleekranlar orqali diydor ko'rishdik. O'zingiz va yaqinlaringizni har doim ehtiyot qiling. Bahorinki ko'tarinki kayfiyat har biringizni tark etmasin. Qo'shiqlar hamroh bo'lsin. Bahoringiz muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Javob bizlar uchun